Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Alohida yangi kelgan obunachilarimizga yana bir bor xush kelibsizlar deb qolamiz. Eski kelgan obunachilarga xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar bo'lganda. Bor bo'linglar doim. Albatta, bor bo'linglar. Konkursda qatnashayotgan hamma obunachilarga zafarlar tilab qolamiz. Konkursda esa qatnashib yuta olmaganlarga hech ham xafa bo'lmanglar. Chunki hali bunaqa konkurslar juda ko'p o'tkaziladi. Albatta bunda sizlarga ham omadinglar kelib qoladi. Qatnashishda davom etaveringlar demoqchiman. Bizga o'zi anchadan beri kelgan posilkamiz bor. Bu posilkamizni bolamizni o'sha hozirgi holatini xotiralab chiroyli bir shaklda olib qolish uchun bezatilgan bir ajoyib narsa olganmiz. O'zimizda bezatishimiz kerak, bu narsani o'zimizda yasashimiz kerak. Buni balki ko'rganlar bordi. Boya gaplashganimiz aytdingiz, kimda ko'rdingiz bu narsani? Bu narsani men Shahzoda Muhammedovani qiziga sovg'a qilishgan edi. O'shanda ko'rgan edim. Men kelib xo'jayinimga kelib, "Voy, men bu narsa zo'r ekan" desam, bular menga, men bundan zakaz qilib olgan Xitoyga. Keladi o'zi yaqin kunlarda deb. Bu narsa faqat Xitoyda bor ekan. O'shaning uchun Xitoyda olmayman. Bitta olganimiz ham bor. Bu oddiy chiqdi. Oddiy kichkinagina narsa chiqdi. Kelinglar, ochib ko'rsak. Ochib ko'rganda bilinadi nima. Ochib ko'ra qoling. Shu qatorda Ayshaxonga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham samimiy inson ekanlar, oilalari va turmush o'rtoqlari bilan birgalikda ajoyib chiroyli video tayyorlabdilar. Men buni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Xo'jayinimga ham juda ham yoqdi. Albatta. Men ham shu ayolimning gaplariga qo'shilgan holda o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ularni agar bizni ko'rayotgan bo'lsa, ularni albatta Gollandiyada kutamiz. Mehmonga kelishsin. Aytib o'tganlaridek, Gollandiya juda ham chiroyli, ham yashil joy. Qishin yozin archadek ham yashil bo'lib turadi. Shotsa ham qolishmaydi. Shotsa ham juda ham chiroyli joy. Albatta ularni onzoriga boramiz. Karantinlar tezroq tugasa. Karantinlar tugab olsa, hamda koronavirus degan narsalar tugab olsa, albatta boramiz. Boburbek juda ham chiroyli gapirib o'tdilar. Kanalimiz haqida, kanalimizni ko'rib, oilamiz haqida, qizchamizni qanaqa qilib tarbiyalayotganligimiz haqida gapirib o'tdilar. Buning uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Yoqqanidan xursandman. Biz ham sizlarning kanalinglarni ko'rib turamiz. Doimo ko'rib turamiz. Qog'oz televizorga qo'yib ko'ramiz. Televizorga qo'yamiz. Katta ekranda chiroyli chiqadi yana ham. Havasimiz keladi. Kostyumasini olaylik. Shotsaga boramiz biz ham. Xohlasa. Mana bu kasalliklar tugab, yo'llar ochilib, hamma yo'l chiroyli bo'lib qolsa, albatta mehmonga boramiz deb niyat qildik. Albatta, ularni ham kutamiz. Va albatta sizlarni ham mehmonga kutamiz. Albatta. O'sha siz aytgan Boburbek katta zafarga ham boramiz. Birga olib boraman. Aylantiramiz. Faqat safar. Bitta Gullar shahri, Notre-Dame, Amsterdamni endi bizga kerak. Bu yil aniq ochilarmi yo'li kelayotgan yil? Keyingi yil ochilsa kerak. Yoki keyingi yil bo'lmasa, undan keyingi yil bo'lsa. Bizda juda ham katta gul bog'i bo'ladi, gul sayli bo'ladi. 3 oy bo'ladi. Bu mart, aprel, may. 3 oy bo'ladi. Endi hozir mart oxiridan deb turibdi, men ko'zim yetmaydi bu yilgi ochilishiga. Ochilsin, chunki o'tgan yil ochilmadi. Bu yil ham ochilmaydi, sababi shu ishchilarni yetishmovchiligi, keyin o'tgan yil gullar ko'p gullar nobud bo'ldi, qolib ketdi. O'sha sayl ochilmay qoldi, yopilib qoldi. Martdan keyin yopildi. Umuman chet eldan turistlar kelmay qoldi. O'shaning uchun bu yil ham bo'lmasligi mumkin. Ko'ramiz, yaxshi niyat ko'ramiz. Rasmlar, bir ikkita rasmlarni qo'yib qo'yamiz video tagida, ko'rasizlar. Chetlardan qatlardan turib chiqadi. Rosa ham chiroyli joylar, ishoninglar. Xudo xolasa.
ochiladi. Endi esa mana hozir korobkamizga kelamiz. Posilkamizni mana ochib oldik. Hech narsasi qolmadimi? Yo'q. Biz sizlar bilan birga ochamiz bu narsani. Zo'r narsa ekan lekin. Hozir Ularni ko'rib chiroq. biz buni ochib olishimiz kerak. Qanaqa bo'lgan? İçiga solganda, buni ichiga solganda. Buni kimnaqaroq uzunchoqroq bo'lishi kerak, adashmasam. Yana ham bo'lmaydi, eslolmayman to'g'risi. Ramkada bu. Ramka. Buni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Ramkani bezatalari, mana bu narsa. Loy bo'lib, loy emas. Endi hozir loydan tushunarli bo'lishi uchun buni ustiga o'sha farzandimizni, qizchamizni panjasi bostiriladi, oyog'ini bostiramiz va izi chiqadi, qotib qoladi. Qotib qolgandan keyin, qotganidan keyin mana bu bunaqa nimasi bor, shu ramkani orqasi shu yerga qo'yib yasatiladi. Mana bu yerda biz rasmlarni ko'rsatamiz, qanaqa yasatilganini, tayyorlarini ko'rsatamiz. Biz ham xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib yasashga harakat qilamiz. Mana bunaqa raqamlari bor, qachon olinganligi, mana bunaqa ko'rsataylik. Qachon olinganligi, vazni, o'zi tug'ilgan nimasi. Vaznlarni bu xuddi haligi metrka bo'ladi-yu, o'shunaqangi metrka ekanda. Keyin mana bunga ichiga sochidan ozgina olib, bunday qilib solib, tubikka solib yopishtirib qo'yiladi, bunaqa qo'yiladi. Buni boshida qilish kerak, ya'ni tug'ilganligida qorin sochi bo'ladi-yu. Keyin mana bu ramkachasini chaqalog'iga hozirgi agar hozirgi vaqtini misol olamiz, shu yerga rasmni olib ramkachaga solib qo'yiladi. Hozir qizimiz 9 oylik-u, 5 kunlik bo'ldilar. 5 kunlik bo'ldilar. Biz buni anchadan beri qilamiz deb yurdik. Hech anaqa qilib qunt qilib boshlamadik. Yasatilgan narsalari bor. O'yinchoqlari bor. Pichoqchalari. Bu pichoqchalari, bitta o'sha bu narsani qotirishi, mana kaskalari turibdi, qanaqa qilib qilish. Qo'yib bo'lgandan keyin yasash kerak. Rozoviga bo'yab chiqsa ham bo'ladi. Keyin mana bu esa bantik bilan bu yerda ham bu yonadi ham. Batareya bilan qo'yilgandan keyin adashmasam Shahzoda Muhammedova yasatmadi shekilli, yasatadimikin. Bir ko'rganimda shunaqa narsa sovg'a qilishdi bizga deganmanchi. Buni chiroyli qilib ko'rsataman, qilinganlarini biz ham xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib yasashga harakat qilamiz. Buni qanchaga oldik? Narxini? Eslolmayman. Qancha bo'lib ketdi? Mana bu lampachasi. Har xil bo'lib bu ham yonib turadi. Qizalog'imiz ham mana turdilar. Assalomu alaykum deb qizim. Assalomu alaykum. Qaysizlar? Birga qilib, mana bunaqa narsalari ham bor. Yonida qarang. O'zi yasatiladigan narsalari. Endi o'zimizning fantaziyamizga ham bog'liq bu narsa. Olib qo'yib, yasatib, chiroyli mana bunaqa laklari bor ekan, mana bunaqa laklariga kiskalari bilan berilgan, chiroyli qilib bo'ylab qo'yib qilamiz. Mana bitta kley bor. Mana shu narsani hozir ishi ko'p, lekin ijodkor odam uchun men uchun juda ham mana bitta ko'rvasam bo'ladi, esdan chiqib qoldi. Narsa. Mana bu narsani hozir mana yumshoq, lekin buni ochganimizdan keyin bularni qo'llarini, panjalarini qo'yganimizdan keyin, oyoqchalarini qo'yganimizdan keyin izi bilan qoladi o'shanda. Keyin bu birozdan keyin qotadi. Qotgandan keyin mana bu kley bilan уже qolgan narsalarni hammasini yopishtirib chiroyli qilib mana shu
ko'rib turgan anaqalarga yopishtirib chiroyli qilib chiqamiz. Xudo xolasa, bunaqa narsasi ham bor. Bu nafaqat hamda chiroyli narsalar bilan bezatiladi. Bunaqa yonib turadi, chiroyli bo'ladi. O'zini shakli bilan, har xil shakli berilib, bunaqa qilsa chiroyli chiqadi degan umid qilaman. Xullas, bularni qilib sizlarga ko'rsatamiz. Hozir mana shu posilkamizni ko'rsatmoqchi edik. Albatta, yangi kelgan obunachilar bo'lsa, kuzatuvchilar bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz buni tayyorlab bo'lib, albatta oxirgi natijani ko'rsatamiz. Chiroyli qilib desatib, iloji bo'lsa, albatta videoga olamiz. Qizlar, bu narsa haqida albatta fikringlarni kutamiz. Sizlar ham yasab ko'rganmisizlar yoki qayerdadir ko'rganmisizlar? Menimcha bu narsa juda ham qiziq, yaxshi ideya hisoblanadi bola uchun. Bolani qandaydir yoshligini, o'sha paytini ozuncha bo'lsa ham muhrlab qo'yasiz. Menimcha yaxshi ideya. Agar sizlarda ham shunaqangi ideyalar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Biz albatta sinab ko'rishga harakat qilamiz.